Do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Avtotest savollarining bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda yengil avtomobilga avtobusni quvib o'tish mumkinmi so'ralyapti. Birinchi javob ha mumkin, ikkinchisi mumkin emas. Bu yerda ko'ryapmiz, quvib o'tishni taqiqlovchi deb belgi qo'yilmagan. Shuning uchun qizil avtomobilimiz avtobusni quvib o'tishi mumkin. Demak, javobimiz ha mumkin degan javob to'g'ri bo'ladi bu yerda. Ikkinchi savolimiz mana oq avtomobil qaysi tomonga harakatlanishi mumkin deb so'ralyapti. Faqat to'g'riga, faqat chapga yoki o'ngga, uchinchisi xohlagan tomonga. Bu yerda ko'ryapmiz, bu belgi faqat to'g'riga harakatni ko'rsatyapti, lekin bu yengil avtomobillarga taalluqli emas. Shuning uchun avtomobilimiz xohlagan tomonga harakatlanishi mumkin. Demak, uchinchi javob bu yerda to'g'ri bo'ladi. Mana keyingi savolimiz chorrahadan qaysi avtomobil birinchi bo'lib o'tadi? Bu yerda chorraha ko'ryapsiz, bir xil chorraha. Bu yerda o'ng qo'l qoidasiga amal qilib, birinchi yashil avtomobilimiz harakatlanadi. Ikkinchisi ko'k avtomobil. Ularni o'tkazib yuborgandan keyin qizil avtomobilimiz harakatlanadi. Demak, bu yerda ketma-ketlik shunday bo'ladi.